ATA Animation Studio taqdim etadi. Al-Azhar Islom tadqiqot akademiyasi qoshidagi tarjima tadqiqot markazining diniy va tarixiy nazorati ostida ishlangan. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning siratlari asosida. يا رسول الله يا غالي، فرحة الدنيا بميلادك، نورت بيك الليالي لما بالخير جه معادك، كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها، رحمة للعالمين محمد، كل أرض الله بلادك، يا حبيب الله يا حبيب الله. محمد يا رسول الله يا رسول الله، محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله، يا رسول الله يا رسول الله، يا ابن عبد الله. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Allohim Habibimiz sallallohu alayhi va sallamning siratlarini so'zlab berishda bandalaringdan birini menga yordamchi qil. رحمك يا الله. Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, birinchi qism. Allohim, olamlar sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini so'zlab berishimizga madad ber.
erta tongdan kim bo'ldi ekan? Assalomu alaykum ey ulug' shayx. Va alaykum assalom. Kim bo'lasiz? Mehmoningizman. Xush kelibsiz, marhamat. Ey shayx, bilishimcha sizda bitmagan bino va terilmagan hosil bor ekan. Bilaman, birodarim imom. Imom va roviy payg'ambarimiz siyratlarini birgalikda hikoya qilishga kelishdilar. Imom va roviy payg'ambarimiz siyratlarini birgalikda hikoya qilishga kelishdilar. Ulug' shayx, bitmagan bino va terilmagan hosil bu Allohning habibi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlaridir. Yer yuzidagi hayotni butunlay o'zgartirib yuborgan bu buyuk siyratni, shonli tarix qissasini so'zlab berish fursati keldi. Ammo cho'chib turibman. Qo'rqaman. Ha, qo'rqaman. Bu siyrat shu qadar ulug'ki, uni so'zlab berish ulkan mas'uliyatdir. Uni tog'lar ham ko'tara olmas. Xudo haqqi, men sizdan ham ko'proq qo'rqaman. Xudo haqqi, garchi Alloh bu borada katta-yu kichik tafsilotlaridan meni so'roq qilsa ham, bu muborak siyratni hikoya qilishga shavqim baland. Unga muhabbatim bor, lekin bu omonatdir. Ha, bu omonat. Ha, omonat. Bu omonatni yetkazish mening burchimdir. Albatta, Alloh omonatlarni o'z egalariga yetkazishga buyuradi. Payg'ambarimiz siyratlari ham uni bilgan har bir inson zimmasidagi omonatdir. Uni barcha musulmonlarga yetkazish zarur. Xo'sh, birodarim imom, siyratni birga rivoyat qilishga tayyormisiz? Omonatni yetkazishda menga ko'maklashib, bu ulkan vazifaning bir qismini zimmangizga olasizmi? Payg'ambarimiz siyratlari mana shu yerdan, Makkadan boshlanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam nasablari ulug', buyuk zot edilar. U zot Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttalib ibn Hoshim ibn Abdumannohdir. Nasabi shariflari Halilulloh Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomga bog'lanadi. Ularning barchalariga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Payg'ambarimizning bobolari Abdul Muttalibning otasi Hoshim ibn Abdumannof shijoatli, saxovatli kishi edi. U ilgari oddiygina bo'lgan Makkani katta tijorat shahriga aylantirdi. Ey Hoshim, g'ayratingni, qabila uchun jon kuydirishingni ko'rib turibman. Makkada tijorat bobida katta o'zgarishlar qilding. Ha, Shom o'lkasidagi bir necha qabila bilan kelishib qo'ydim. Qurayshiylar 2 marta tijorat safariga chiqadi. Yozda Shomga, qishda esa Yamanga. Quraysh sendan juda ham mamnun, Hoshim. Barcha shaharlardagi karvonlarni savdo sotiq qilishlari uchun Makkaga chaqiraman. Axir bu yerda Baytulloh bor. Savdo xotirjamlikda halol o'tadi. O'z yurtini Hoshim ibn Abdumannofdek yaxshi ko'radigan insonni hech ko'rmadim.
Hoshim safarga ko'p chiqardi. Shomga safarlarning birida Madinadagi Xazraj qabilasidan bir qizni uchratdi. Unga ko'ngil qo'yib uylanishga ahd qildi. Shu tariqa u Bani Najjor urug'idan bo'lgan Salmo binti Amirga uylandi. Bir necha kundan so'ng ayolini oilasida qoldirib Shomga ketdi. Salmo undan homilador bo'ldi. Hoshim Falastinda vafot etdi va o'sha yerda dafn qilindi. Otang vafot etdi, Shayba. Otang vafot etdi. Abdulmuttalib tug'ilganda boshida bir tutam oq sochi bor edi. Shu bois uni Shayba deyishardi. Hoshimning vafotidan so'ng hojilarga xizmat qilish vazifasi ukasi Mutallib ibn Abdumannofga o'tdi. Saxovat peshaligi bois Quraysh ahli uni Fayoz deb chaqirardi. Yur jiyanim Shayba, yur Abdulmuttalib. Amaking bilan bora qol, o'g'lim. Muttalib uni Makka ga olib ketdi. Oradan yillar o'tdi. Amakisi vafot etgach, hojilarga xizmat qilish vazifasi unga o'tdi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning bobolari Abdulmuttalib bir kuni uxlab yotganida ajoyib tush ko'rdi. Tushida faqat unga va uning nabirasiga nasib qiladigan ulug' bashorat bor edi. Allohim, tushimda ko'rgan narsam nima ekan-a? Shuncha arab aslzodalari orasidan nega aynan menga nasib etyapti? Zamzam qudug'ini men qaziymanmi? Yolg'iz o'zim qaziymanmi? Axir bu qanday sharaf? Alloh amrini ado etmagunimcha xotirjam bo'la olmayman. Nima qilyapsan ey Quraysh sayidi? Bu quduqni qazishni senga kim buyurdi? Bu rost va haq tushdir. Mayli kuya, lekin bu yer faqat sening mulking emas-ku. Xohlagan ishingni qilaverishing to'g'ri emas. Men buni o'zimcha qaziyotganim yo'q. Bu Baytulloh Robbisining buyrug'i.
Suv chiqdi. Hojar va Ismoil alayhisalomning quduqlari qaytdi. Bobomiz Ismoilning oyoqlari ostidan otilib chiqqan bu xazinada har bir makkalikning nasibasi bor. Nasibasi. Allohim, ey Ka'baning Robbisi, yer va samolarning ilohi, senga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bobolari Abdul Muttalib arablarni dahshatga soladigan bir nazr qildi. Bittasini qurbon qilaman. Ha, ey Quraysh ahli. Agar Alloh menga 10 ta o'g'il bersa, ulardan birini qurbon qilaman. Abdul Muttalib 6 ta ayoldan 10 ta o'g'il ko'rdi. Ularning ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning otalari Abdulloh ham bor edi. Nima deb o'ylaysiz, birodarim? Qur'a kimga tushdi ekan? Nimaning qur'asi, ulug' shayx? Qurbonlik Abdul Muttalibning qaysi o'g'liga tushar ekan? Abdullohga u qurbon bo'ladi. Abdulloh qurbon qilinadi. Yo'q, Abdulloh qurbon qilinadi. Yo'q. Bolam. 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 Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman. Qurayshning lozim tutishi uchun, ularning qish va yoz safarlarini lozim tutishi uchun. Bas ular mana shu baytning Robbiga ibodat qilsinlar. U ularni ochlikdan to'q qilgan, xavfdan omon qilgandir. Quraysh surasi 1-4 oyatlar. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimonlar: Olimxon Qodirov, Muslima Qodirova. Ilmiy muharrir Abdul Azim Ziyouddin. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Boyir Xolmirzayev, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Azizxon Latifov, Abdujabbor Fayziyev, Qobil Sobirov, Behzod Muhammadkarimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyori Shohruh Shahobiddinov. Muharrir G'ayrat Saydullayev. Rejissyor assistenti Davron Madiyorov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Prodyuser Abduvahid Sattiyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq. Filmda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Birinchi fasl, birinchi qism tugadi.
طريقنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحلنا المختوم غالي وحبك مالينا، كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين، وعالصراط مادت ايدين، بنقول وراك مليون امين. عالجنة